Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bitta eksperiment o'tkazib ko'ramiz. Ya'ni internetda rosa mashhur bo'lgan bitta videoni ko'rib qoldim. Hozir shu orqali qozonimni qaynatib ko'raman. Menda shunaqa qozonim bor. Men buni kuydirib qo'yganman. Mana orqalari ko'rishinglar mumkin, qanaqa yumuq ahvolga kelib qolgan. Agar eksperimentim o'xshamasa, oyimga bitta qozon olib berishimga to'g'ri keladi. Mana krishkalarini ko'ryapsizlar. Chirik joylari bor. Men buni ishqalab ham tozalamaganman. Buni xohlamayman ham. Chunki qozonimni yomon qilib qo'yaman ishqalasam. Bizga ham bunaqa soda kerak bo'ladi, kley, keyin bitta sovun kerak bo'lar ekan. Hozir bu sovunimizni qirg'ichdan o'tkazamiz. Soda solamiz yarmisini. Mana qirg'ichdan o'tkazamiz buni. Mana sovunimni qirg'ichdan o'tkazib oldim. Menda mana bunaqa skоворodkam ham bor. Buni ko'rib turibsizlar, chirik yig'ilib qolgan joylari bor. Buni ham hozir qaynatib ko'rmoqchiman. Keyin sразу aytaman, bu videoyimni chistulalar, chistoplotnilar ko'rmanglar, iltimos. Men shunaqa dangasa qizman. Buni oyim urishib to'g'rilamagan, o'zim ham necha marta o'zim urishganman, to'g'rilamaganman. Xullas, mana shu skоворodkamni qaynatib ko'raman. Mana bunaqa qozoncham ham bor. Bu bo'liminiku, baribir dog' joylari bor. Buni ham qaynatib ko'rmoqchiman. Mana ko'rib turibsizlar dog' joylarini. Keyin mana bunaqa eski skоворodkam bor. Bu necha yil oldingi skоворodkada. Mana orqalari, buni ham qaynatib ko'raman. Eksperimentim o'xshasa bitta like bosasizlar. Mana qozonchamga suv soldim. Faqat issiq suv solish kerak. Sovunimni soldim. Mana oddiy kran suvi, faqat issiq bo'lishi kerak. Buni to'ldirib solsanglar ham bo'ladi. Men yarim qozon qildim boshda. Mana kley. Ikkita kleyimizni polni hammasini sovuramiz. Mana ikkinchisi. Buni ham solamiz. Kauchitskiy soda 200 gram qozonimizga solamiz, qaynatamiz. Mana skоворodkamni birinchi bo'lib solishga qaror qildim. Mana hozir rezultatini sizlar bilan ko'ramiz. Mana o'zi suvim qorayishni boshladi. Mana skоворodkam anchagina toza bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, qanaqa kirlarini shilib olib tushyapti. Hozir buni qirib ko'ramiz. Mana qaranglar, buni qanaqa tez ketishini, oson ketishini, yumshoq. Umuman qirmadim. Anaqalar bilan ishqalamadim. Qozonimni yomon qilib qo'ymadim. Oddiy ishqalab olsanglar, o'zi ko'chib ketyapti. Mana marhamat, ko'rishinglar mumkin. Alyuminni bu вообще zo'r ketkazar ekan. Shuning uchun anaqanglar qasqoninglar bo'lsa, shuni qaynatsanglar ham oppoq qilib beradi. Chirik yig'ilib qolgan qasqoninglar bo'lsa, alyuminni zo'r ketkazar ekan. Mana dekchamni ham solib qo'ydim. Mana ko'rishinglar mumkin. Men oldini faqat ketkaza olmadim, orqasi вообще idealniy bo'lyapti. Men to'g'risi bunaqa rezultat kutmagan edim. Qoyil. Agar narsalarni qidirishga erinsanglar, menga o'xshab erinchoq bo'lsanglar, sizlar ham uzun marketga kirsanglar, men yozib qo'yaman nima deb qidirishinglarni. O'sha uzun marketda bor polni komplekt sotishyapti. Shu yerdan perchatkalarini, bunaqa anaqalarni ham sovursanglar bo'ladi. Idish krishkalarini sovursanglar ham bo'ladi. Вообще idealniy qilib qo'yar ekan. Yaltiravotdi bu krishkalarim menda. Buni ishqalaganimda ketkaza olmas edim. Mana skоворodkamni ko'rsanglar bo'ladi, qanaqa toza bo'lyapti orqalari, вообще yaltirab ketdi. Faqat mana tepalariga suv ketmagani uchun bularım ketmayapti. Suvini ko'paytiramiz yana. Hammaga xayrli tong. Bugun mana ertalabdan turib sizlarga video olaman. Kecha video olishga ulgurmadim. Kech bo'lib ketgani uchun ancha charchab qoldim. Mana qozonchalarim ko'rishinglar mumkin, oppoq bo'ldi. Так, nima deyishim mumkin? Bu sredstvo chirklarni вообще zo'r ketkazar ekan.
qattiq chirkiylar bo'lsa, misol gaz plitalarni ustidami yo vытяжкаladami shundoq ozgina quyib, issiq paytida quyib ishqalavorsanglar 5 minutga qolmay, toza qilarkan. Man, chirklarni ketqizish uchun 1 soat, 2 soat ishqalab o'tirardim oldin. Umuman, hidli sredstvolar ishlatishni xohlamayman. Mana anaqalarim, ozgina dog'lari qoldi-yu, butga suv yetib bormagani uchun mana shunaqa dog'chalari qolib ketdi. Mayli, buni boshqatdan qaynatib yuboraman. Lekin yaltiravotdi. Mana katta qozonim, dosini eslanglar, вообще yomon ahvolda edi. И послesi. Mana orqalari qozonimni kuygan bo'lgani uchun yaxshi ketkazmadi. Keyin manblarini qaynatmadim men. Qolib ketdi butlari. Chunki bu qozonim navbatchi bo'ldi. Mana shularni hammasini mana shu qozonim qaynatib berdi. Shuning uchun qolib ketdi bechara. Mana men kichkina qozoncham krishkalarini ham вообще chirklarini shilib oppoq qilib berdi. Mana tozalab chiroyli qilib berdi. Mana men krishkalarini вообще zo'r ketkazdi lekin. Buni men ishqalab ketkazardim chirklarini. Bitta qaynatib qo'ydim, bitta oldim, artib yubordim, tamom. Toza bo'ldi qoldi. Men вообще idealniy toza bo'ldi. Endi mana bu tovam. Mana buni yuvganim kechagisi bu. Bu kuygani uchun ancha yillik kirlari bo'lgani uchun qiynaldi ketkazishga. Baribir ketkazdi. Bu orqalari mana. Orqalari вообще toza, chiroyli bo'ldi. Qo'shuvlarimni ham ichiga solib yuvib oldim. Yaltiravotdi qo'shuvlarim. Prям yaltiravotdi, mamutlari qorayib ketgan edi. 10 minutcha qaynatdim shekilli. Agar u ham ko'p bo'lmagan bo'lsa, shundoq yuvib tashladim chirklarini, вообще oqartirib zo'r qilib berdim mana. Qo'shuvlarim, mamutlari ham kir bo'lib qolgan edi. Yaltiravotdi. Bunaqa yaltiraganini hali ko'rmaganman. Keyin mana bunaqa sirli idishim ham bor edi mana. Buni ham yiltillatib berdi. Buni men chirklarni rosa harakat qilganman ketkazishga. Lekin mana qaynatdim. Oppoq qilib yiltiravotdi. Mamtlarida kirlar yig'ilib qolardi.